Necha kundirki maktab o'quvchisining qonunbuzarligi sabab sodir bo'lgan baxtsiz hodisa ijtimoiy tarmoqlar aro barchaning e'tibor markazida. Shundan ham bu fojia yo'l qoidalariga rioya qilish hayot yo mamot masalasi ekanligini ko'pchilikka eslatib qo'ydi. Ota-onalar qaysi mansabda bo'lishidan qat'iy nazar farzandlariga nisbatan ehtiyotkor bo'lishi, kech bo'lmasdan turib ularning tarbiyasi bilan shug'ullanishlari shartligini ko'rsatdi. Bugun shu mash'um halokatning qurboni, endigina 33 yoshni qarshilagan mehribon ota-onasining kenjatoy farzandi, 2 o'g'li va 1 qizining kelajagiga katta umidlarini tikib ulg'aytirayotgan padar buzrukvori, yurtning asl o'g'loni Hosilbek Eshnazarov so'nggi manzilga kuzatildi. Eshnazarov Hosilbek biz do'stimiz, sinfdoshimiz. 9 yil birga o'qiganmiz. Yaxshi yigit. Juda sho'x, yaxshi yigit edi. Yoshlikdan o'zi sport bilan shug'ullangan, ichki ishlar xodimi bo'lish niyatida yurardi. Toshkentda irrigatsiya institutida o'qigan. Juda yaxshi yigit edi. Ota-onasiga juda mehribon, farzandlariga mehribon. Qishloqda ham o'zining o'rniga ega bo'laydi. Janozaga kelgan kishi borki, Hosilbekning mardligi, so'nggi nafasda ham vatan tinchligini asrash yo'lidagi qahramonligi, qilgan va qilishga ulgurolmay qolgan yaxshi amallarini eslab duv-duv yig'ladi. 3 farzandi va suyukli ayoli bilan Qashqadaryodan poytaxtga kelib xizmat qilayotgan, ijara yashab bo'lsa-da, oilasiga faqat halol luqma yedirib kelgan elning tanti o'g'loni Hosilbekning qismati qolganlarga o'git bo'lmog'i lozim. Bundan qolgan mana 3 ta farzandi bor. Bittasi 8 oylik, bittasi 2,5 yosh, bittasi 5 yosh. Mana bugun kelyapti, dadam qani, dadamni topib ber deyapti. Dadam qani? Dadam, men nima deb javob beraman unga? Men unga nima deb javob beraman? Hech bir men ojiz bo'lib qoldim. Nima deyishimga? Men bolalarimni shunday tarbiyaladimki, vatanga sodiq bo'l, vatan uchun xizmat qil deb tarbiyalaganman. Haqiqatan vatan uchun martlarcha halok bo'ldi. Vatanni himoya qilaman deb martlarcha halok bo'ldi. Qashqadaryoni mana shunday Hosilbekka o'xshagan mard, tanti yigitini xotirasi hech qachon hech qaysimizni xotiramizdan o'chmaydi. Yana bir bor buni ruhi oldida ta'zim qilamiz. Albatta yana bir mana shunday xalq oliga aytamizki, ota-onasi ham, farzandlari ham doimo davlatimiz, hukumatimiz, mahalliy hokimiyatni diqqat e'tiborida bo'ladi. 1 kunlik, 3 kunlik, 4 kunlik umrini garovga tikkanlar, yo cho'lda, yo tog'da, yo yo'lda sovrilib, qovrilib o'tganlar. 1 kunlik, 3 kunlik, 4 kunlik umrini garovga tikkanlar, yo cho'lda, yo tog'da, yo yo'lda sovrilib, qovrilib o'tganlar. Gohida bukilmas qoyadek, gohida sezilmas soyadek, onasi unutgan boladek dardini ichiga yutganlar, dardini ichiga yutganlar. Ta'rifsiz mehnati, qudrati millatning. Hosilbek dunyoni tark etgan bo'lsa-da, uning jasurligi, hokisor qalbi farzandlarining chehrasida, minglab hamkasblarining vatan tinchligi yo'lidagi sharafli ishlarida porlab turaveradi. Zero vatan mard o'g'lonlarini unutmaydi. Xizmat qilib so'zsiz va izsiz nomini osmonga bitganlar, nomini osmonga bitganlar. Olovni ushlagan lovlovlar, shamoldan qo'rqmagan bo'ronlar, eng sara eng yaxshi o'g'lonlar, sinovdan sinovga yetganlar, sinovdan sinovga yetganlar. Ta'rifsiz mehnati, qudrati